Taxor viloyatining Xo'jag'or tumanida qaror topgan Qaflotun sohasida sayyohlarning ko'payishi, Zilol chashmalari, tuniq va muzdek suvi va ko'klam sohalari bo'lgan Qaflotun, Taxor va Qunduz viloyatlarining sayyohlarini o'ziga o'rab olgan. Sayyohlar kun sayin unga bosh urib, o'ndalik bor go'zal tabiatlardan ish oladilar. Qaflotun shunday bir joyki, alhamdulillah hamma mardum biladi, bu joyi sayli sayohatda. Marz va Tojikistonda faqat 1 kilometr ham farq yo'q bergan. Shunday tog'oy Tojikistonni ham ko'radi va po'stahoy Tojikistonni ham ko'radi. Hayvonotlarki Tojikiston va yaqa mardumlari ki hayvonotlari keladi, undan ham mustafid bo'ladi. Sayli sayohatga kelgan kishilar berga kundiga 100-200 dan tevaroq sayl qilishlar keladi. Chashma Qaflotun bir sayl sayohat uchun, bir chakar uchun. Ammo berga biz kelamiz, lizzat olib ketalmaymiz. Berga hotel yo'q, do'kon yo'q, boshqa narsalar yo'q. Biz davlatdan xohlaymiz berga hotel, har narsaki bo'lsa firavon qilsa, mardum lizzat olib ketsa, bir chishmay ko'p, sarsabz joyi barobar. Mana shu holda boshqa chegara viloyatlardan kelgan bir ancha sayyohlar ham Qaflotun yaxshi fazosining tamjidlab, Islom amirligining kattakonlaridan istaydilar to uning me'yori turda tuzab, hukumat avoidining yuqori olib ketib va sayyohlarga ham yaxshi bir zamina yaratsunlar. Qaflotun bir joy, sayohatli joyda. Bega mardum har viloyatlardan keladi, bega chakarga. Ammo bir joyi munosib tuzatilgan jo'qdi. Bir havzu, bir hotelu, bir narsa jo'r bo'lgan bo'lsa, u bundan mardum kelsa bir lizzat olsa, u berdan bahramon bo'lsa, u موږ غواړو چې کاینده کې کوم سرمایه‌دار دی خطر شي او د خپلاتون په ساحه کې داسې یو هوټل جوړ کړي یا داسې یو تفریحي ساحه جوړ کړي ترڅو د موږ وطنوال الته راشي او خپل هغه آزاد طور او په دغه سره خپل صحت وکړي. Aytilishicha, Qaflotun ko'klam va chashmazor sohasi mamlakatimiz Afg'oniston va Tojikiston marzu chegaralarida qaror topib, uning go'zal tabiati, tuniq va sovuq suvi va boshqalari joz faslining issiq paytida yuzlarcha sayyoh va gardishgarlarning ayrim makonlaridan o'ziga o'rab oladi. Biroq me'yori bir parki, hotellari va cho'milish havzlari bo'lmagani sabab sayyohlarning ayrim qiyinchiliklarga duch eta boshlaydi.